Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Aldani YouTube kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Bugungi mavzuyimiz yaxshi, yomon va xunuk filmi haqida bo'ladi. Western janridagi eng mashhur filmlardan biri haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, urush davom etayotgan bir davr. Yer ostida millionlab dollar qiymatdagi oltin yashirilgan. Uni topishni esa 3 kishi biladi. Biri yaxshi, biri yomon, yana biri esa eng xavfli. Bu hikoya tarixdagi eng mashhur western filmlaridan biri haqida. Film voqealari Amerika fuqarolar urushi davrida yashirilgan oltin xazinasi atrofida rivojlanadi. Film qahramonlari Blonde yaxshi, sovuqqon va aqlli qurolboz, Tuco Ramirez xunuk, gapdon va firibgar qaroqchi, Angel Ace yomon, juda shafqatsiz yollanma qotil. Voqealar Blonde va Tuco bilan birga firibgarlik qilish bilan boshlanadi. Tuco jinoyatchi sifatida qo'lga olinadi. Blonde uni topshirib mukofot oladi. Keyin esa osilishdan oldin qutqarib oladi. Shu tarzda ular pul ishlashadi. Oltin haqidagi sir. Bir kuni ular o'layotgan askardan yerga ko'milgan katta oltin haqidagi ma'lumotni olishadi. Lekin xazinaning joylashuvi haqidagi ma'lumot ikkalasi o'rtasida bo'linib qoladi. Biri qabriston nomini, biri qabr nomini bilib oladi. Bu orada 3-raqib Angel Ace ham oltin haqida bilib oladi va xazinani topish uchun ularni ta'qib qiladi. Uchala qahramonning sayohatidan so'ng oxirida qabristonda uchrashishadi va mashhur 3 tomonlama duel bo'lib o'tadi. Blonde reja qilib Angel Ace'ni yo'q qiladi va Tuco bilan oltinni qo'lga kiritadi. Mashhur sahna 3 tomonlama duel. Bu sahna nimani anglatadi? Aql kuchdan ustun, ochko'zlik oxiri yomon, ishonch va xiyonat o'rtasidagi o'yin, urush fonidagi insoniy drama. Aql kuchdan ustun deganda Blonde oldindan reja qilib qo'ygan va Angel Ace'ning qurolidagi o'qlarni olib tashlagan. Bu shuni ko'rsatadiki, strategiya kuchdan muhim. Ochko'zlikning oxiri yomon. Angel Ace faqat oltin haqida o'ylaydi va oxirida u ochko'zlik sabab halok bo'ladi. Ishonch va xiyonat o'rtasidagi o'yin. Tuco va Blonde bir-birini ko'p marta aldashgan, lekin oxirida ular bir-biriga majburan hamkor bo'lishadi. Urush fonidagi insoniy drama. Duel qabristonda bo'ladi. Bu urush davrida odamlar qanday qilib boylik uchun ham kurashayotganini ramziy ko'rsatadi. Bu film bizga shuni ko'rsatadiki, yaxshi ham ba'zida yomon ish qiladi, yomon ham ba'zida yaxshi ish qiladi. Bir insonning o'zida ham yaxshilik, ham yomonlik mujassam. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Aldani kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Doniyor Karimiy.